Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana bugun Uchko'prik tumanidagi insonlar uchun yana bir yangilik yo'lga qo'ydik. Albatta hozirgi kunda har bir insonni asosiy muammolaridan biri kadastr hujjat bo'lib boryapti. Kadastr hujjat qilishlik uchun albatta birinchi kadastr pasport shakllantirib va yerga bo'lgan huquqni davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan keyin mana bunday texnik arxitektura loyiha qilinadi. Shu loyiha qilib berishni albatta yo'lga qo'ydik. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan narsalar fuqaroning pasport kopiyasi, yerlik guvohnomasi va devor yopishgan chegaradosh qo'shinlarning pasport kopiyalari kerak bo'ladi. U chegaradosh qo'shinlarning pasport kopiyalari nima uchun kerak bo'ladi degan insonlar uchun qilinayotgan loyihani qo'shinlarning roziliknoma xulosasini olishlik uchun kerak bo'ladi. Kimga hozirgi kunda kim kadastr hujjat qilib, arxitektura loyihasini qiladigan insonlar qidirib yurgan bo'lsa, quyida pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Albatta murojaat qilishliklari mumkin. Xizmatlarimiz albatta litsenziyaga ega bo'ladi. Narx-navolarga keladigan bo'lsa, kelishilgan holda tez va sifatli shu Uchko'prik tuman xalqi uchun arxitektura loyihalarini kelishilgan narxlarda qilib beramiz. Kimga shu xizmatlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishliklari mumkin. Va bu uy-joylarini kadastr hujjat qilishlik uchun asosiy arxitektura loyihasi mulkka nisbatan guvohnoma olishlik uchun asos hisoblanadi. Loyiha va loyiha kelishilli bo'ladi. Undan keyin foydalanish akti, shu foydalanishni qabul qilishga ruxsatnoma mulkka nisbatan guvohnoma olishlik uchun asos bo'ladi. Shu boshlang'ich qismini Uchko'prik tuman xalqi uchun barcha joydagi insonlar uchun qilib berishga harakat qilamiz. Do'stlar, kimga shunaqa xizmat bo'lsa, kelib shaxsan o'zimiz bilan bog'lanib murojaat qilishliklari mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.